yashash bo'lmaydi so'ng yuragim sezdi bugun xiyonatingni ko'zlarim ko'rdi bugun yolg'onlaringni inson nimaga sevar va nimalarga erishar vaholanki va'dalar berayotgan lablar adar muhabbatga ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki razolat qani kim javob berar agarda sevganing yiqilganingdan ko'proq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim sezdi bugun xiyonatingni ko'zlarim ko'rdi bugun yolg'onlaringni bilaman bugun keting menda so'nggi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydi so'ng yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Otdon minglab azoblar chekib o'tdun badani butun lek yuragida qon so'ngra esi berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq qiz esa allo deya javob nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob axir xiyonat deganlari shu emasmi axir hammasi shundan boshlanmasmidi tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim farq shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi